221 حديث عن مجاهد قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمنكبي من ورائي قال أما إني أحبك. Mujahid haber ete bir vakit meni Peygamberimizin sahabalaridan bo'lgan bir kishi kelib eng boshimdan ya'ni ortdan kelib eng boshimdan tutib aytdi shundoqdan men seni shundoqdan men seni yaratam faqultu ahabbaka allazi ahbabtani lah hamin anga sen kim uchun meni yarattın şu seni yaratsın deb aytdim dey. Kim uchun meni yarattın şu seni yaratsın deb aytdim dey. Faqala lawla anna Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem qala iza ahabba rajula falyukhbir annahu ahabbahu lama akhbartuka. Ham bu kishi davom etadi, agar dey men Allohning elchisi agar birerigiz biror kishini yarataykan onun turda meni xabar etsin, o'zining yaratuvi turda xabar etsin degan so'zlarni eshitmagan bo'lsam, senga o'zimning yaratuvim turda aytmas edim deb aytadi. Senga o'zimning yaratuvim turda aytmas edim deb aytadi. Summa akhadha yughridu ala khidbati qala ama inna indana jariyatun ama innaha awra. Ham bu kishi shundan davom etadi. Ham buni nikohlashtira boshlaydi. Bizda bir qiz bor dey, bizning bir qizimiz bor dey. Ham endi ayda seni bu qizni nikohlashtiramiz dey. Seni bu qizga uylantiramiz dey, lekin bu qizning bir ko'zi yo'q dey. Bu hadisdan chiqqan foydalar. Eng birinchisi, ham endi oldagi ikki hadis, eng birinchi agar qardoshingni yaratasan ekan, uni turdan menga xabar etira kerak. Onun turunda bana haber itirga kerak, çünkü bu sözlerinin tesiri büyük zor. Birinciden bu Peygamberimizin sünneti. İkinciden bu kardeşler arasında, Müslümanlar arasında muhabbet yaratu barlıkka getirine zor sebep bulup durar. İkinci fayda, eğer sana bir kişi gelip aytayken, men seni Allah rizalığı için yaratan narsa deb cevap vermek gerek. Kim için beni yarattın, şu seni yaratsın deb. Kim için beni yarattın, şu seni yaratsın deb. Ham shulay bizga qo'yib bizga albatta bu so'zlar nechikdir qiyinlatib nechikdir o'tirgan. Bu so'zlar bizning uchun yangi so'zlar. Ya'ni g'ajib so'zlar. Ne uchun? Chunki biz nechikdir shunday qiris nida o'sganmiz, ya'ni bizga kishiga kelib men seni yarataman deb aytib, u nechikdir dika. Biz uni ayta olmaymiz. Shunday bu Peygamberimizin sünneti. Biz shulay o'zimizning qardoshlarimiz to'g'ri, hatto o'zimizning oilamizga degan, xotinlarimizga degan yaratan deb aytib bizning uchun qiyin ol. Shunday olay bo'lgan tegishtigul. Shunday biz o'zimizning yaratuvimizni o'zimizning qardoshlarımizga mana yetkirga, mana xabar etirga tegishmiz. Chunki bu Peygamberimizin sünneti. Ham bu kishilar orasida, qardoshlar orasida, oila ahillari orasida bir-birisining yaratuvuna, ular orasida muhabbat borliqqa keluvine zo'r sabab bo'lib turadi. Barakallohu fikum. Davom etamiz.